Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan shukronalik to'g'risida gaplashamiz. Shukronalikda gap juda katta ekan. Men shuni kecha taravih namozida anglab tushunib yetdim. Avvalambor shu ulug' ro'za Ramazon oylarida turibmiz, rahmli oilada turibmiz. Bugun men qimor haqida, qaramlik haqida gaplashishni xohlamayman. Shu rahmli oilada ilohim bizani qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, saharlik, iftorliklarimiz, shu taravih namozlarida ishtirok etgan barcha duoyi ijobatlarimiz amalga oshaversin. Iloyim keyingi ro'za Ramazon oylarida sog'lik tomonlikqa yetkazsin. Men shu kechagi taravih namozida imomni aytgan gaplaridan juda ta'sirlandim. Chunki shukronalik qiling qo'ydik biz oxirgi kunlarda. Shukronalik qilish kerak hamma narsaga. Hozirgi kunda hayotimiz shu manmanlik, isrofgarchilik, tushunar-tushunmas harakatlar bo'lib ketgan. Dunyomiz, hayotimiz aralash-quralash bo'lib ketgan desam bo'ladi. Avvalambor shu shukronalik qilishimiz kerak. Hozir biza yurtimiz tinch yurtda yashab turganimiz uchun. Mana xabarlarda ko'rib turibsizlar, Isroil bilan Amerika Eronga qarshi urush ochdi. Notinch davlatlar bor. Notinch davlatlarda shu och nahar farzandlar, bolalar, oilalar yuribdi. Bizani shu tinch yurtda yashab turganimiz uchun oilamiz bor, farzandlarimiz bor, sog'lommiz. Shunga shukronalik qilishimiz kerak. Yeb turgan nonimiz bor, taomimiz bor. Statistika ma'lumotlarına qaraganda dunyoda 380 million odam non topisha, bir kun, bir mahal ovqatlanishi zor ekan. Bizani davlatimizdan 10 barobar ko'p aholi, 380 million. Shu hozirgi kunda sog'lom bo'lib, nozi ne'matlar bilan siylanib turganimiz uchun shukronalik qilishimiz kerak. To'g'ri, hozirgi kunda oyligi kam, ishsiz bo'lgan odam ham o'zini kunini topib, bir mahal bo'lmasam 3 mahal ovqatlanib turgan insonlar bor. Shukronalik qilish kerak. Shu rahmli oilada shu beruvchi qo'llardan bo'lgimiz iloyim. To'g'ri, men hozir qarzlarim ko'p. Xudo xolasa inshaalloh tez kunlarda qarzlarni qilib, to'g'ri yo'lda harakat qilib, to'g'ri fikrlab hayotimni to'g'rilayman. Qimor to'g'ri, qimor insonni ichidan ezib boruvchi narsa. To'g'ri, pulini ham oladi, hayotini ham oladi, vaqtini ham oladi. Shu vaqtida xulosa qilinglar, shu qimor ichida yurgan insonlar. Tavba qilinglar, Allohdan so'ranglar. To'g'ri, bu narsa qiyin, lekin harakat qilsa bo'ladi. Mena taravih namozida kecha aytgan imomning gapiga shukrlar qilib ketdimki, bir Musa payg'ambarga haqida bir voqea aytib berdi. Musa payg'ambarga bitta boy inson so'rar ekan: "Ey Muso, yaratgan egam payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan so'ra meni, nima uchun shuncha mol dunyo berib yotibdimi? Aytgin, mol dunyo beravermasin, to'xtatsin. Men ibodatlarimni qila olmayapman, ulgura olmayapman, son sanog'ini bila olmayapman. Shu dunyo mol kelib yotibdi" deb o'zini bir murojaatini yo'llabdi. Musa payg'ambar aytibdi, "Bo'ldi, yetkazaman sana" debdi. Shu yetib boraturganda yo'lda bir nochor, faqir, ustiga kiyimi yo'q inson o'zini avratini yashirib, tuproq, qumda yashirib, bir tilanchilik qilib o'tirgan insonga tushadi ko'zi. U inson Musoga murojaat qiladi: "Ey Muso, shu yaratgan egamda insof bormi? Nimaga bir shuncha so'rayman, bir qachon menga bir ust-bosh, noz ne'mat beradi? Bir shafqatsiz-ku, bu rahmli emasmi? Bir so'ra, yetkaz meni dardimni" deb Musoga aytadi. Muso "Bo'ldi, yetkazaman, aytaman" dedi. Keyin Muso shu borib yetkazsa, seni ikki bandang bir murojaat yo'lladi. Birisi shuncha moli dunyo berib turibdi, moli dunyo beravermasin, ibodatlarimni ulgura olmayapman, vaqtida bir ibodat qilolmayapman deb murojaat etibdi. Shunda aytibdi, ikkinchi bandang ham shuning deb turibdi.
Nozi ne'matim yo'q, giyisha bir kiyimim yo'q. Avratlarini qumda yashirib o'tiradi ekan. Insof bormi? Qachon bir nima beradi ekan, mol mulk beradi ekan deb murojaatlarini yo'llabdi. Shunda ey Muso debdi, sen o'zingga javob topding-ku shu ikki insonni voqeasini ko'rib. Birinchisini ayt debdi. Birinchisi noshukur bo'lsin debdi. Noshukur bo'lsa shunda debdi, mol dunyo bermayman unga debdi. Ikkinchisini yetkiz debdi. Shukronlik qilsin, beraman hamma narsani debdi. Shunda Muso boribdidan birinchi inson aytibdi. Ey saxiy inson debdi. Sen moli dunyo emasligini istaysanmi debdi. Ha, istayman debdi. Unda sen debdi noshukurlik qil debdi. Keyin shunda u inson aytibdi. Ey Muso, qanday qilib noshukurlik qilaman? Shuncha moli dunyo berib qo'ygan zotimiz, noz ne'matlar bilan silab qo'ygan zotimizga noshukrona qildiramanmi? Men hech qachon noshukrona qildirmayman. Shukronalik bildirishda davom etaman debdi. Keyin shunda aytib yaratgan ekan, ko'rdingmi Muso? Men shu uchun ham bu insonga boylik beraveraman. Shukronalik qilgani uchun debdi. Keyin ikkinchi faqir insonga borib, meni murojaatimni yetkazdingmi debdi faqir inson Musoga qarab. Yetkazdim debdi. Xo'sh debdi. Ha sen debdi, boyishni xohlaysanmi? Hamma narsang bo'lishni xohlaysanmi debdi. Ha debdi. Shukronalik qil debdi. Keyin shunda faqir aytdi. Shukronalik qachon bo'ladi men hayotim yaxshi? Shukronalik deb yana norozichilik negativni aytishni boshlagan ekan. Yaratgan ekan, shunning bo'ronni ko'taribdi. Qum tuproqni ham aziz ko'ribdi shu insondan. Qum tuproqlar sochilib ketibdi. Shu avratini yopishga narsasi qolmabdi. Shu payt shu shukronalikni katta bir ahamiyatga egaligini tushundi. Shu kecha imom aytib bergan so'zlarini. To'g'ri, hozirgi kunda hayotimiz tezlashib ketgan. Hammani tash g'ami bor, problemasi bor, muammosi bor, kreditlari bor. Kunini kun zo'rg'a yashab yurganlar bor. Shu noshukur banda bo'lib boryapman. Oldin men shu qimor ichimda yurgan paytimda faqat hayolimda shu qarzimni qanday qutulaman, nishatib beraman deb muammolarni orttiraverganman. Battar qarz olganman, noshukurlik qilib qo'yganman. Hattoki o'z oilamdan ham nafratlanisham borganman. Lekin shu oilama minnatdorchilik bildiraman, shukrona bildiraman egama, chunki shu yon atrofimda yaxshi insonlar bilan qamrab olganim uchun. Onam, akam hammasiga minnatdorchilik bildiraman, chunki ular bir marta ham bir minnat yo'lida ham aytmadi. Sen shuncha non bilan, noz ne'mat bilan silab o'tiribmiz deb. Shu hozir o'ylasam xato ish qilgan ekanman. Allohimdan shu bilib bilmay qilgan gunohlarimiz uchun tavba, kechirim so'rayman. Tavba qildim Allohim. Shu ulug' ro'za Ramazonlarda duolarimiz ijobat bo'lsin. Shu qilgan gunohlarim, bilib bilmay qilgan gunohlarimni o'zidan so'rab qolaman. Tavba qildim Allohim. Xudo xolasa inshaalloh hammasi bu ortda qolib ketadi. Bu sinovlardan eson-omon chiqib olamiz inshaalloh. Bundan battaridan saqlasin. Ben bu chiqishimdan maqsad avvalambor shu duolarimiz ijobat bo'lsin, shu ulug' oilada, rahmli oilada, keyingi ro'za Ramazonlarga sog'lik omonlikda yetkazsin. Endi meni murojaatim shu qimor ichida yurgan insonlar, hali ham stavka qilib yurgan insonlar, bilaman, tashlamoqchisiz, tashiysiz 1-2-3 kun, yana ishlaysiz, qo'lingizga pul tushadi, vadangiz esdan chiqib ketadi, o'ynaysiz. Yana yutkazasiz, yutkazgandan keyin sizda nima boshlanadi? O'zingizni aldamang. Shu yutkazgan pulni yutib olaman deb yana o'ynaysiz. Bundan ko'ra shu o'ynamoqchi bo'lgan pulingizni bir uyingizga bir ikkita non yoki bir farzandingizni xursand qiling, yo ota-onangizni xursand qiling. Men hozir 3 oydan ortiq bo'ldi o'ynamayapman. Juda ham katta o'zgarish bo'ldi. Allohimga shukrona bildiraman. Shu qalbimni yana iymon nuri bilan to'ldirgani bilan.
hozir mana bomdod namozidan chiqib kelaturman, o'zimni yengildi. Shu Allohim qalbimda his qilib, xolisona niyatda shu bomdod har kuni o'qiyman. Bundan keyin ham o'qishda davom ettiraman. Sport bilan shug'ullanaman har kuni. Intizomli, tartibli harakat qildim. O'zimga rejim qilib oldim. Xudo xolasa, buni men uddaladim, siz ham uddalaysiz. Har qancha o'zingga ishonma do'stim, o'ynayapsanmi, yutqizishing aniq. Aksincha, sen to'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida xulosa qil, hayotingni qutqar, qimordan chiqish mumkin. Ko'rishguncha.